azizlar. Yana bir bor assalomu alaykum. Esomisizlar, omonmisizlar? Mana anchadan buyon ko'rishganimiz yo'q edi. Mana diydorlashib turibmiz. Mana Shukrullo akam ham mana qanchadan buyon ko'rishganimiz yo'q edi. Rahmat. Hozir ancha suhbatlashib o'tirdik. Hozir biz suhbatlashib o'tirdik. Yayov yurishda mohiyati to'g'risida Shukrullo akam bilan hozir gaplashyapmiz. Juda ham bu ahamiyat katta ekan, bu juda ham yayov yurishda. Juda ham ahamiyat katta ekan bu. Yayov yurish, piyoda yurish juda bir yaxshi narsa ekanki, shuni mana shu yayov yurishda foydasi shunaqa ekanki, mana hozir o'zimizda bilyapmiz-da shuni-da mana hammamiz mana bu gruppamiz a'zolari bilan shuni bilyapmiz. Mana yoshimiz shu yoshga kirganda ham Xudoga shukr shu yayov yurishni orqasidan, mana jismoniy harakatni orqasidan yaxshi chiroyli o'zimizni yaxshi olib yuribmiz, nima qilib yuribmiz. Yana mana Toyirjon siz aytyapsiz yayov yurishni foydasini aytyapsizki, masalan mana siz ham yurasiz, mana qolganlar ham yuryapmiz. Mana to'xtatganimiz yo'q. Men masalan hozir kunda mana qishda ham, bu kun yangi yil kunlarida ham, yanvar oylari yo'q, to'xtatmasdan to'g'ri nimaga boqqa bormadim. Sababi borolmaganimiz sababi men endi o yozda jinday operatsiya bo'lmadimmi? Bilib bilmasdan haligi turnikka osilib qo'ymay degan maqsadda turnikka osilib qo'ysam yana kuchga ko'pmasin degan maqsadda borganim yo'q. Endi Xudo xolasa boramiz. Mana nimadan boramiz, ya'ni kunlari sigandan keyin. Lekin yayov yurishni to'xtatmadim. Men hozir shu o'zimda sezdimki, mana dangasalik qildikmi? Mana qishda ham yurishimiz kerak ekanda. Mana Ro'shanbek ali nimalarni kiyib olib, shapkalarni kiyib olib, sharbat taqib olib, butun qishda ham yurdilar. Biz dangasalik qildik. Men uncha chiqmadim qishda. Mana hozir men o'zimda bilyapmanki, kasalligimni. Mana hozir nimagadir yo'talyapman. Keyin o'sha hozir mana bugun Xudo xolasa Baysaga men yotaman, Baysaga borib gaplashib keldim. Qattiq yomon kasal bo'ldim. Men shularni aytyapmanki, shu yayov yurmaganining sababi deyapman men. To'g'ri. Men o'zimga o'zim savol berdim. Yurishim kerak ekan. So'qatsam ham qanaqa qilib bo'lsa ham. Mana hozir Shukrlarga men o'zimda bilyapman-da. Ilgari kasal bo'lmas edim. Men o'tgan yili qishda ham yurgan edik. Hech qanaqa kasal bo'lmagan. Mana o'sha qishda yurmadim, mana kasal bo'ldim mana. O'shancha hammaga maslahat beraman. Yayov hech bo'lsa kamida 5000 qadam, 10000 qadam yurish hech qanaqa shunda doriga ehtiyoj sezilmas ekan-da. Mana televizorda aytishyapti, butun mana hamma o'sha doktorlar ham gapirishyapti. Hech qanaqa doktorga ehtiyoj qolmas ekan. To'g'ri. Endi mana misol men hozir aytyapman, har kuni to'xtatmadim. Sovuqlarda ham nimalarda ham to'xtatdim. 8 kilometr o'rta hisobda 8 kilometr chiqadi meni yurishimga. Endi shuning uchun Xudoga shukr yaxshi biz o kuni bitta nimada ko'rib qoldim. Aytyapti ki bu yurish juda ham koni foyda ekan insonga. Agar deyapti yurgan odam deyapti. Yurgan odam. Bu oyoq deyapti, ikkinchi yurak deyapti. Ikkinchi yurak. Buni kimdir o'zimizning gruppaga tashlab qo'ygan, hali o'qib aytdim. Nimaga ikkinchi yurak? Sababi masalan qon yurakdan chiqib tanaga tarqaydimi? Vena qon tomirdan keladimi? Keyin aorta qon tomiridan qaytadimi? Qaytayotganda tepaga chiqqan qon mayli tushadi, qaytib tushadi. Lekin davleniya bilan pastga oyoqni uchigacha kelgan qon qaytib chiqishga davleniya kamayib ketadi-ku. Ana endi shu mahalda haligi har kuni yurib misol 10000 qadam yurganda hisobiga haligi qon oyoq harakatda qonni yuqoriga haydab berar ekanda. Shuning uchun oyoq ikkinchi yurak deb aytayapti nimada haligi professor odam aytayapti. Ya'ni Shukrlarga hali liklik deb ot qo'yib olganmiz. Ana shu ham koni foyda ekan-ku. Juda foyda ekan. Shu oyoqda likillatdi o'sha qanaqa. Bu ham foyda. Xudo xolasa mana bahor keldi. Albatta. Xudo xolasa inshaalloh azizlar, yana o'sha jam bo'laylik. Ilgari mana hozir oshga keldik mana hammamiz ha. Mana oshga kelganlar ham borib endi hamma yana o'sha mashg'ulotni qilsa bo'ladi. O'sha mashg'ulotni bajarib Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa yana jam bo'lamiz. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Shukrlar aka. Bir duo qilmang endi. Guruhimiz a'zolarini. Ilohim.
tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Hammamiz bir-birimizga mehr oqibatda bo'lib, bu haligi o'zingiz aytmoqchi, mana biz mana shu sport birlashtirdik-ku, qarang. Sport bizni birlashtirdi. Sizlar edingiz qayda, bizlar edik qayerda? Ana, Qarang. endi mana shuni orqasidan mana mo'laqa oshlardi. Biz bir-birimiz mehr oqibatli bo'lib yuribmiz. Iloyim, mana shu mehr oqibatimiz oxiratgacha bo'lsin, iloyim. Bu dunyoda ham Alloh taolo, bu dunyoda hech kim ustun bo'lib qolmaydi. Bu dunyoda ham Xudo xolasa mana shunaqa bo'lib chiroyli bo'lib yurishda Alloh bir-birimiz bilan do'st bo'lib, ino bo'lib, Xudoning yo'lida, Allohning yo'lida yurishlikni Alloh nasib qilsin har doim. Tinchlik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Bundan buyog'iga yana ko'pgina yurib, jismoniy tarbiyalarni qilib yuraveraylik. Alloh akbar. Hamma havas qilsin. Hamma havas bilan boqsin. Mana hozir bu yerda mana haligi so'pilardan mana o'sha do'stimiz, ular ham biz bilan teng quram ekanlar. Bizni ko'rib havas qilib mana bizni safimizga qo'shildilar. Qarang. Safga bo'ldi. Eng avvalo bu yerdan G'ani akamiz bu yerda juda katta mehnatlari bor. Biz o'sha 3-4 yil oldin chiqardik. G'ani akam bilan aytardikki, qani G'ani aka, 3-4 ta odam bo'lsa ham bir osh tashkil qilsa edi-da. Keyin ana etajim bor, etajda o'tirib. Hozir 3-4 ta tugir, hozir 30 ta qancha bo'lib ketdi? Nimada 60 ta bo'lib ketibdi. Spiskada. Hattoki biz xursand bo'lishimiz kerak. O'sha Otabek prezidenti kuyovlari, Otabek kelib qanaqa bular Otabek Umarov. Bularga xursand bo'lib ketdilar-da bizni ko'rib. Bularni qo'y so'yib oshga beriladi deb ketdilar. Keyin undan keyingi O'zbekiston sport vazirligini nima znachogi bilan taqdirlandik. Bu ham juda xursand bo'lishimiz kerak. Bizga bo'lgan e'tibor. Eng avvalo haqiqatdan shukrlar aytmoqchi, tinchlik bo'lsin. Tinchlik bo'lsa mana shunday go'zal o'tirishlarimiz, yurishlarimiz hammasi yarashadi. Shuning uchun doimo tinchlikning qadriga yetib, doimo duo qilishimiz kerak. Vatanimiz osmoni musaffo bo'lsin. Yurtimizni balolardan Allohim o'zi asrasin. Barchamiz oila a'zolari birga baxtli hayot kechirib, farzandlarimizni, nabira rohatlarini ko'raylik. Do'stligimiz, birodarligimiz abadiy bo'lsin. Abadiy bo'lsin. Rahmat e'tiborlaring uchun.